3-chi bab. Şuningdan keyin Ayub sukutni buzib, eg'iz echib, o'zining tug'ilgan kunini qarg'idi. Ayub mundaq dedi: "Men tug'ilgan ashu kun, manga homildor bo'lgan ashu kecha yo'qolgan bo'lsichu. Ashu kunni qorong'ulik qoplab, arishdagi Xudo unutib qolgan bo'lsichu. Ashu kuni quyoshning parlaq nuri bo'lmagan bo'lsichu. Ashu kun qorong'ulik va zavol ilkida qolgan bo'lsichu. Qora bulutlar uni qoplab, zulmat uni vahimaga salgan bo'lsichu. Ashu kechini qorong'ulik elib ketib, kunlar qatorida sanalmay, oylar ichida o'rni bo'lmagan bo'lsichu. Ashu kechida tug'ilish bo'lmagan bo'lsichu. Xushallik sadolarimi anglanmagan bo'lsichu. Ashu kunduzni qarg'iyalaydiganlar, Leviatanni uyg'otishga qodir bo'lganlar ashu kechini qarg'usin. Ashu kechining sahar yulduzlari chaqnamasin. Ashu kecha shafaq nurini kutsumu, ammo sahar nurini ko'rmasin. Ashu kecha odamning balyatqusining ishki etib etilmaganligi uchun men bu balo qazoga mubtalo bo'ldim. Nemishqa tug'ilishda o'lib qolmagandimi? Nemishqa tug'ilayotganda tunjiqib qolmagandimi? Nemishqa anam meni o'z bag'riga bosqandu? Nemishqimi oq sut berib baqqandu? Bo'lmasa, men burunla xotirjam holda mangulik uyquga ketmasmidim. Men xarobiga oylinib ketgan isil ordularni soldirgan podshoh va ularning vazirlariga hamroh bo'lib, öylari oltin kumushga to'lgan shahzodalar bilan birga uyquga ketmasmidim. Nemishqa bo'yidan ajrab ketgan, texi quyosh nurini ko'migan homiladek yo'qolmagandimi? U yerda razillar avora qilmaydi. Harg'anlar xotirjam aram oladi. Mahbuslar xotirjamlikka erishadi, nazorat qilg'uchining varqirashlariga qolmaydi. Mayli martvilik bo'lsin, mayli martvisiz bo'lsin, hamma odam u yerga boradi. Qullar quldorlarning boshqirishidan ozod bo'ladi. Nima uchun jafokashlarga nur ato qilinib, azob chekkuchilarga hayot taqdim qilinadi? Ular o'lay desimu o'lolmaydi. Ularning o'lim istiki boyliqqa bo'lgan istikidan ustun bo'ladi. Ular qabriga kirganda intayin xushal bo'ladi. Xushalliqlardan xudini yo'qitadi. Yo'lini ko'rolmaydiganlarga nima uchun hayotlik ato qilinadi? Xudo ularning yo'lini to'sib qo'ygan tusa. Osh yeyishning o'rniga tortiman. Faryodlarim sudek oqmoqda. Men qo'rqqan ishlar oxiri yuz berdi. Men vahima qilgan ishlar oxir beshimga keldi. Xotirjam bo'lolmadim, tinchlanolmadim, aramni topolmadim, faqat kulpatga qoldim.